Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Sankt-Peterburgda katta reyd o'tkazildi. Assalomu alaykum qadrli mehmonlar, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalaridan bosib qo'ying. Tong saharda politsiya va FSB xodimlari Sankt-Peterburgdagi Shosse Revolyutsiya ko'chasidagi hostilda katta reyd o'tkazdi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligining shahar va Leningrad viloyati bo'yicha bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar bermoqda. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, u yerda yashagan 430 kishining aksariyati qo'shni davlatlardan kelgan. Bunday tashriflarga ko'nikib qolgan chet elliklar edi. Biroq tekshiruvchilar Hind va bangladeshlik muhojirlarga reyd tartibini ingliz tilida tushuntirishga majbur bo'ldi. Xavfsizlik xodimlari hujjatlarni tekshirayotganda politsiya iskoch etlari muhojirlarning yotoq joylarini aylanib chiqdi. Natijada 7 nafar chet ellik migratsiya qoidalarini buzganlikda ayblanib, politsiya bo'limiga olib ketildi. Ularga chet el fuqarosi yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs tomonidan Rossiya Federatsiyasiga kirish qoidalarini yoki Rossiya Federatsiyasida bo'lish qoidalarini buzish moddasi bo'yicha ayblov qo'yildi. Bunday tekshiruvlar shahar va viloyatning turli tumanlarida muntazam ravishda o'tkaziladi va Rossiya Ichki ishlar vazirligi bosh boshqarmasi rahbariyati tomonidan nazorat qilinadi, deb aniqlik kiritdi Ichki ishlar vazirligi. Lukashenko o'zbekistonliklarni Belarusga ishga taklif qilmoqda. O'zbekiston elchisi Rahmatullo Nazarov bilan uchrashuvda Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko migratsiya siyosati va xorijiy ishchilarga bo'lgan munosabatni muhokama qildi. Uning so'zlariga ko'ra, mamlakat Belarusda ishlashni va yashashni istagan odamlarni qabul qilishga tayyor. Prezidentning so'zlariga ko'ra, ko'plab O'zbekiston fuqarolari allaqachon mamlakatda yashab ishlaydi. Lukashenko mamlakat aholisining o'sishi sekinroq ekanligi sababidan o'zbekistonlik mehnatkash mutaxassislarga talab borligini ta'kidladi. Lukashenko mamlakatda migrantlarni qabul qilishning qat'iy tartiblari borligini ham aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, bu odamlarga ish va yashash sharoitlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Bizda katta imkoniyatlar bor. Odamlar kelib ishlashdan xursand. Shuning uchun bu borada biz o'zbekistonlik birodarlarimiz bilan ishlashga tayyormiz, deydi Lukashenko. Rossiya prezidenti Vladimir Putin imzolagan yangi qonun qabul qilindi. Hujjat Rossiya armiyasida shartnoma asosida xizmat qilgan va jangovar operatsiyalarda ishtirok etgan chet elliklarga tegishli. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat protsessual kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, Rossiya armiyasida shartnoma asosida xizmat qilayotgan va jangovar harakatlarda qatnashgan xorijiy fuqarolarni jinoiy javobgarlikka tortish uchun boshqa davlatlarga ekstraditsiya qilish mumkin emas. Boshqacha aytganda, agar bunday shaxs Rossiya hududida bo'lsa, hatto uning vatanida jinoiy ish ochilgan bo'lsa ham, Rossiya uni o'z mamlakatiga topshirmaydi. Qonunlar o'rtasida ziddiyat. Muammo shundaki, Markaziy Osiyoning ko'plab mamlakatlarida fuqarolarning chet eldagi qurolli mojarolarda ishtirok etishi og'ir jinoyat hisoblanadi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 154-moddasida yollanma askarlik uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Unga ko'ra, boshqa davlat tomonidan qurolli mojaroda ishtirok etish 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etish bilan jazolanadi. Bu kabi qonunlar Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ham xuddi shunday ko'rinishda. Shu bois O'zbekiston va mintaqadagi boshqa davlatlar rasmiylari fuqarolarni muntazam ravishda ogohlantirmoqda. Chet eldagi harbiy operatsiyalarda ishtirok etish jiddiy huquqiy va hayotiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ish beruvchilar xorijiy ishchilar uchun kvotalar yetarli emasligi kabi muammoga duch kelgan. Bu ko'plab kompaniyalarni faoliyatini qanday davom ettirish va kimni shtatda saqlab qolish haqida o'ylashga majbur qilmoqda. Iqtisodchi Oleg Nikolayevning fikricha, agar kompaniyaning xorijiy ishchilari soni ruxsat etilgan kvotadan oshsa, ish beruvchi kimni ishdan bo'shatish to'g'risida qaror qabul qiladi. Qonun xodimlarni ish staji yoki malakasi kabi biron bir aniq mezon asosida tanlashni talab qilmaydi. Bunday qarorlarni kompaniyalarning o'zi qabul qiladi. Biroq mutaxassislarning tashkilotning ichki hujjatlarida ishdan bo'shatish tartibini batafsil ma'lum qilishni maslahat beradi.
Bu xodimlar bilan nizolar va mojarolarning oldini olishga yordam beradi. Shtatni qisqartirishda Mehnat kodeksining 179-moddasidan ham foydalanish mumkin. Unda yuqori malaka va unumdorlikka ega xodimlarga ustunlik berilishi aytilgan. Eslatib o'tamiz, 2026-yilda Rossiyada xorijiy ishchilarni yollash uchun umumiy kvota 278.940 ni tashkil etadi. Shu bilan birga ayrim sohalarda xorijiy ishchilar ulushiga cheklovlar mavjud. Qurilish va ovqatlanish xizmatlarida 50% gacha, sabzavot yig'ishtirishda 40% gacha va binolarni ta'mirlashda 70% gacha. Rossiyaga RUID ilovasi orqali oldindan ariza berib 125 ming xorijlik kelgan. Ilovadan ro'yxatdan o'tib, keyin Rossiyaga kelish tartibi 2025-yil 30-iyundan boshlanishi kerak edi. Biroq ilova ishida kuzatilgan nosozliklar sabab unda ro'yxatdan o'tish va kelishdan oldin ariza berish ixtiyoriy qilindi. Endi 2026-yil 1-iyuldan boshlab aniq majburiy bo'lishi kutilmoqda. Migratsiya agentligi xorijda ishlayotgan o'zbekistonliklarga moddiy va huquqiy yordam ko'rsatilishini eslatdi. Murakkab moliyaviy ahvol, kasallik yoki huquqlari buzilgan holatlarda fuqarolarga bir martalik moddiy yordam, tibbiy xarajatlar uchun mablag' va advokat ajratilishi mumkin. Zaruriyat tug'ilganda vatanga qaytish chiptasi ham taqdim etiladi. Xorijda ishlash davringizda migratsiya agentligi tomonidan beriladigan imtiyozlaringiz haqida bilasizmi? Bilmasangiz videoni ovozini balandroq qiling. Agar siz murakkab moliyaviy ahvolda bo'lsangiz, bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan 5 baravarigacha bir martalik moddiy yordam olishingiz mumkin. Shuningdek, qiyin vaziyatlarda arizangizga muvofiq O'zbekistonga qaytish chiptalari ham olib beriladi. Og'ir kasallik yoki baxtsiz hodisaga uchragan bo'lsangiz, $1000 dan 1,5 ming AQSh dollarigacha tibbiy xizmat xarajatlari to'lab beriladi. Yashash joyisiz qolgan bo'lsangiz, 30 kungacha hostellar bilan ta'minlanasiz. Xotin-qizlar va ularning farzandlari ham og'ir vaziyatda vataniga beg'araz olib kelinadi. Eslab qoling. Zo'ravonlikka uchrasangiz yoki ishdagi huquqlaringiz buzilsa, sizga advokat ajratiladi va xizmatlari uchun shartnomaga muvofiq $3000 to'lab beriladi. Bundan tashqari noqonuniy deportatsiya, jarima, ushlab turish kabi ma'muriy ishlarda ham huquqingiz advokatlar tomonidan himoya qilinadi. Buning uchun siz migratsiya agentligi va uning o'zingiz bo'lib turgan davlatdagi vakolatxonalariga murojaat qilishingiz kerak. Chet elda ishlayapsizmi? Bizni aloqa vositalarimizni doimo yodda saqlang. 1282 qisqa raqami yoki Telegramda orqali 24/7 rejimda. Huquqiy yordam Uzbot orqali murojaat qiling. Vakolatxonalarimiz raqamlarini post ostida qoldiramiz. Videoni xorijda ishlayotgan yaqiningizga yuborib qo'ying. Balki unga ayni damda yordam kerak. Putin Rossiya hukumatidan Yevropaga gaz yetkazib berishni to'xtatish masalasini ishlab chiqishni so'radi. Uning aytishicha, bu masala Yevropa ittifoqi cheklovlari kuchga kirishini kutmasdan hoziroq ko'rib chiqilishi kerak. Agar ular yaqin orada o'zlari bu gaz olishdan voz kechmoqchi bo'lsa, nega biz kutishimiz kerak? Balki hoziroq chiqib ketib, boshqa ishonchliroq bozorlarda o'rganishimiz ma'quldir. Bu mening ovozli fikrlarim, dedi Rossiya Federatsiyasi prezidenti. Rossiyada birinchi martadan boshlab yangi qonun kuchga kirdi. Unga ko'ra, agar mintaqa migrantlarni yollashga cheklov yoki kvotalar qo'ysa, ish beruvchilar xorijiy ishchilarni ishdan bo'shatish huquqiga ega. O'zgarishlar Mehnat kodeksiga kiritildi. Ilgari xorijiy ishchi faqat federal qonunlar, prezident farmonlari yoki hukumat qoidalari bilan belgilangan sabablarga ko'ra ishdan bo'shatilishi mumkin edi. Endi bunga mintaqaviy hukumat qarorlari qo'shildi. Bu shuni anglatadiki, agar mintaqa yoki hudud migrantlar soniga cheklov qo'ysa, ish beruvchilar bunga rioya qilishlari shart. Mintaqaviy kvotadan oshib ketish katta miqdorda 800 mingdan 1 million rublgacha jarimaga olib kelishi mumkinligini aytgan.